Saqlash va markaziga muolaja olgani kelgan edim. O'zimda bo'layotgan o'zgarishlarni davolash maqsadida homiladorligimda og'ir o'tgan simfizit bilan og'riqlar bilan kelgan edim. Mana hozir endi tug'ruqdan so'ng simfizitimni davolagani, yelkamda, bo'ynlarimda og'riq, bellarimda og'riq bo'lgan edi. Hozir mana saqlash va markaziga kelib, mana bugun 3-kun, muolajamizning 3-kuni, уже 1-kunidan men rezultat olib, bellarim, yelkam, mana simfizit sohasida bo'layotgan og'riqlarim ancha oldingidan kamaygan. Bugun 3-kuni. Xudo xolasa yana ketma-ket davomli muolajalar olib, xudo xolasa kuch-quvvatga, energiyaga to'lib, yugurib chopqillab ketaman xudo xolasa. Men bu saqlash va markazdan minnatdorman. Chunki rostakasimga mana rezultat olyapman o'zimda. Uyqularim ham yaxshilangan, tanamda, yuzlarimda qanaqadir energiya, rang kirgan. O'zimda sezyapman. Kayfiyatlarim ham yaxshi, настроениялarim ham o'zgarib, yaxshi bo'lib qoldim. Allohga behisob shukr.